Ha, hozir soat tungi 2 va biz Sniger bazasidamiz va bu Green Book filmidan ilhomlangan sahna. It just seems so unsanitary. You know, my father used to say, whatever you do it 100%. Va bizga bu sahnani yaratishga juda katta yordam bergan inson Gaffer Otabek. Ha, Ayub aytganlaridek, Yashil kitob filmidan bir sahnani takrorlab ko'rishga harakat qildik va biz har doimgidek Sniger bazasidan hamma texnikalarni ko'chirib olib chiqdik. Bizga nima priborlar kerak bo'ldi? Bizga 200X, Amaran 60X, 1000C, 600C, 300C, Amaran F22 dan 2 ta Infibar va hokazolar kerak bo'ldi va 12 RAM, 8 RAM hammasini maksimalni ishlatishga harakat qildik. Va yana bir narsani aytib o'tishim kerak, biz tunda tongi sahnani takrorlaganimiz uchun va bizning mashina statik holatda bo'lganligi sababli biz oyna foniga yashil matoni ishlatdik va bizga Vofex ustasini yordami kerak bo'ldi. Buning uchun davlatiga kattakon rahmat va alohida Aziz va Odil Sniger jamoasi a'zolari ularga ham rahmat kattakon, juda katta yordam berishdi. Hammaga rahmat, obuna bo'ling, like bosing. Ko'rganda ko'rishguncha qadrdonlar. Rahmat.